Assalomu alaykum podpischilarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan kallani tozalashni ko'rsatib beraman. Jag'ini yorib olamiz. Jag'ini yorganimizning sababi bu yoqda juda ham ko'p yeb bo'lmaydigan go'shtlari bor. Hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Bo'ldi, bunda bezlari yo'q. Qulog'ini faqat yaxshilab kesamiz, quloq tarafini, chunki qaynagan taqdirda ham ichidan sassiq hidli kelib chiqadi. Ichida yumqob ketgan bo'ladi. O'shaning uchun qulog'ini yaxshilab kesib tashlash kerak bo'ladi. Ikki yog'ini tozalab bo'ldik. Endi pastki jag'iga kelamiz. Pastki jag'ida mana go'shtlarning yonida mana bu joylarni yeb bo'lmaydi. Hozir yana ham aniqroq ko'rsatib beraman. Mana ko'pchilik shunaqa narsalarga ahamiyat berishmaydi. Bu tepa tarafida mana bezlari bor. Mana bu bezlarni yeb bo'lmaydi. Kalla ikkiga bo'lingandan keyin bu joyini umuman yeb bo'lmaydi. Bu kikirdi. Kalla обязательно ikkiga bo'linishi kerak bo'ladi. Bu hamma joyi уже musor hisoblanadi. Buni hech qaysi joyini yeb bo'lmaydi. Bularda bezi juda ham ko'p. Endi oyog'ini ko'rsatib beraman. Mana juda ham biqilgilarning ichidan chiqadigan yunglari juda ham ko'p bo'ladi. Buni hisobiga oyoqdan hid keladi. Qancha qaynatsangiz ham, ziravorlar solsangiz ham hidi ko'tarilmaydi. Buni yaxshilab olib tashlash kerak. Olib tashlagandan keyin ham yuvib tashlash kerak yaxshilab. Hamma tishini qoqasizlarmi deydi. Biz tishini qoqamiz. Uni terisini shilib olamiz. Tish bilan solish makruh hisoblanadi. Shu hisobiga biz terisini shilib olamiz. Mana polni olib tashladik, pastki jag'ini ajratib oldik. Mana tili o'zida qoladi. Shilib oldik. Shu joyga yana bitta narsa aytib o'tib ketaman. Biz kalla pochani butun chiqarayotganimizda ko'pchilik shu tikon joyini ham yeb olishar ekan. Bu pishgandan keyin sizlarga butun borsa, shu joyini olib tashlaysizlar. Esingizdan chiqib qolmasin, bu joyini yeb bo'lmaydi. Shilib olib tashlaysizlar shu joyini. Mana bu tishlarni qoqqanmiz. Tishi yo'q, hamma tishlarni qoqib qo'yganmiz. Chunki tish bilan solish makruh hisoblanadi. Yana bir joyga aytib ketaman. Kalla pishgan holatda borgandan keyin mana shu joyidan juda ham yomon hid keladi. Mana ko'rganlik ko'rasizlar, bu tutki yo'q. Terini o'zi, lekin buni shunda ham yeyishdan oldin olib tashlash kerak. Buni yesanglar g'alati mazza keladi. Nitki bo'lmagan taqdirda ham shu joyini olib tashlash kerak bo'ladi. Mana kalla pochalarimizni yaxshilab tozalab oldik. Endi buni yaxshilab yuvib, bitta qaynatib to'kib tashlaymiz, keyin pishiramiz. O'shanda hech qanaqa hid bo'lmaydi.